Lekin unutmang, qachonki do'stga zoriquvdek bo'lsangiz, chegara ortida bir inson siz uchun jonini ham bermoqqa tayyor. Shabbu unga ayt, meni tinch qo'ysin. O'sha yerda ayt, bu yerdan ketsin. Ayt, tezroq ketsin, Shabbu. Ayt, ketsin Shabbu, ketsin. Iltimos Shabbu, unga ayt, ketsin. Urinishingdan ko'rinib turibdi. Uyingda boshqa birov urib qo'yarkan, to'g'rimi? Kel, men urib qo'yaman. Bu yeri o'z uyingdek ko'raver. Kela qol. Velosipedda sayr qilishni yaxshi ko'raman-da. Yoshligimda momoyni ham shunaqa sayrga olib chiqardim. Endi semirib ketgan sig'maydi-da. Agar siz qarshimda bo'lsangiz, ko'proq dovdirayman. Tajribasizligim sabab o'sha hindistonlik ozodlikdan mahrum bo'lmasaydi, ishonchim komil, u begunoh. Tasavvur qiling, har kunimni ne azob uqubatlarda o'tkazishimga to'g'ri keladi. Sevishgan siz bilan zarra yo'q. Azob menga ekanda,